Hurmatli pensionerlar, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Men bu masalani shoshilinch tarzda tushuntiryapman. Chunki pensiya puli, qo'shimcha to'lovlar, qayta hisob-kitob, hujjatdagi xatolar va bank kartasi orqali to'lov olish masalalarida ko'pchilik oddiy bir narsani bilmagani uchun o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qoladi. Bu gap faqat bir guruh odamga emas, barcha pensionerlarga, ya'ni yoshga doir pensiya oluvchilarga ham, nogironlik pensiyasi oluvchilarga ham, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarga ham tegishli. Men sizga hozir nimaga e'tibor berish kerakligini, kimlar albatta tekshirtirish kerakligini, kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi mumkinligini, qaysi joylarda odamlar ko'p adashini va amalda nima qilish kerakligini sodda qilib tushuntirib beraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men eng muhim amaliy qadamlarni aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar pensionerlarning puliga, huquqiga va kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin hammasi avtomatik yuradi. Endi hech narsani tekshirish shart emas deb o'ylardi. Pensiya har oy keladi. Summa bir xil yoki indeksatsiya bo'lsa biroz oshadi, tamom degan qarash juda keng tarqalgan edi. Lekin amalda hamma narsa bundan ancha murakkab. Pensiya miqdori, ish staji, ish haqi, arxiv ma'lumotlari, imtiyozlar, nogironlik guruhi, qaramog'idagi shaxslar, yashash joyi, bank rekvizitlari va boshqa ma'lumotlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Mana shu ma'lumotlardan bittasi noto'g'ri bo'lsa, pensioner bir oy emas, bir necha oy, hatto bir necha yil davomida kamroq pul olib yurishi mumkin. Hozir esa vaziyat shundayki, ko'plab jarayonlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu bir tomondan yaxshi, chunki ayrim ma'lumotlar avtomatik chiqadi. Navbatlar kamayadi. Ayrim xizmatlarni masofadan turib olish imkoniyati paydo bo'ladi. Lekin ikkinchi tomondan eski hujjatlar, arxivdagi yozuvlar, ish joyi yopilib ketgan korxonalar, familiya o'zgargan holatlar, tug'ilgan sana yoki pasport ma'lumotidagi bitta harf xatosi ham muammo keltirib chiqarishi mumkin. Men ko'p ko'rgan holat shuki, odam pensiya yoshiga yetadi, hujjat topshiradi. Lekin eski ish stajining bir qismi bazada ko'rinmaydi. Natijada pensiya tayinlanadi, ammo aslida hisobga olinishi kerak bo'lgan 5 yoki 7 yil staj chetda qoladi. Pensioner esa buni bilmay, davlat qancha bersa shuncha ekan deb yuraveradi. Shu sababli hozirgi asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensionerlar o'z ma'lumotini faol tekshirtirishi kerak. Men har doim aytaman, pensiya tayinlangan bo'lsa ham, pensiya kelib turgan bo'lsa ham, siz o'zingizga tegishli hisob-kitob to'g'ri qilinganini bilishga haqlisiz. Siz, mening stajim to'liq kiritilganmi? Ish haqim to'g'ri olinganmi? Menga qo'shimcha to'lov tegishlimi? Qayta hisoblashga asos bormi? deb so'rashdan uyalmang. Bu iltimos emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Endi kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak, shuni batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyaga yaqinda chiqqanlar yoki oxirgi 1-2 yil ichida pensiya tayinlatganlar o'z hisob-kitobini tekshirtirish kerak. Chunki aynan yangi tayinlash davrida hujjatlar yetishmasligi, arxivdan javob kechikishi, ish haqi ma'lumoti to'liq olinmasligi yoki ayrim davrlar vaqtincha hisobga olinmay qolishi mumkin. Masalan, bir opa 1965 yildan 1960 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan, keyin bozor iqtisodiyoti davrida korxona yopilib ketgan. Pensiya tayinlashda faqat 1930-yildan keyingi ishlari ko'ringan. Eski fabrikadagi 12 yil staj esa arxidan tasdiq kelmagani uchun hisobga olinmagan. Agar opa menga pensiya chiqdi, bo'ldi deb yuraversa, har oy kamroq oladi. Lekin arxiv ma'lumotini topib pensiya jamg'armasiga topshirsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi guruh, mehnat daftarchasida ko'p yozuvlari bor, turli korxonalarda ishlagan odamlar. Masalan, bir erkak kishi avval kolxozda, keyin qurilish tashkilotida, keyin xususiy firmada ishlagan bo'lishi mumkin. Har bir davrning yozuvi aniq bo'lishi kerak. Ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, muhr, korxona nomi. Agar muhr xira bo'lsa, sana tushunarsiz bo'lsa yoki korxona nomi o'zgargan bo'lsa, tekshiruvda savol tug'iladi. Bunday holatda odam oldindan arxiv ma'lumotini, buyruq nusxasini yoki ish haqiga oid ma'lumotnomani topib qo'ysa, o'ziga ancha yengillik qiladi. Uchinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotganlar. Bu yerda tibbiy xulosa, nogironlik guruhi, muddati, qayta ko'rik sanasi, parvarishga muhtojlik holati juda muhim.
Ba'zi pensionerlar nogironlik guruhi o'zgarganidan keyin ham to'lovlar avtomatik to'liq yangilanadi deb o'ylaydi. Ko'p hollarda yangilanadi. Lekin men baribir tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki tibbiy ma'lumot tizimga tushganmi, pensiya bo'limiga yetib borganmi, yangi holat bo'yicha qo'shimcha to'lov kerakmi? Bularni aniqlash zarur. Masalan, ikkinchi guruhdan birinchi guruhga o'tgan insonda to'lov miqdori yoki parvarish bilan bog'liq masalalar o'zgarishi mumkin. Bunday holatda o'zi bo'lar deb kutib o'tirmaslik kerak. 4-guruh bank kartasi orqali pensiya olayotganlar. Hozir ko'pchilik pensiyani kartaga oladi. Bu qulay, lekin ehtiyotkorlik ham talab qiladi. Karta muddati tugagan bo'lsa, bank rekviziti o'zgargan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa yoki pensioner telefon raqamini almashtirgan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Ayrim odamlar pensiyam tushmadi, demak kamaytirishgan deb vahimaga tushadi. Aslida esa karta muddati tugagan yoki bankda texnik muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya tushmasa, avvalo bankdan karta holatini so'rash, keyin pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish kerak. 5-guruh ishlashda davom etayotgan pensionerlar, bu masala juda nozik. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqanidan keyin ham ishlaydi. Ayrimlar norasmiy ishlaydi, ayrimlari shartnoma asosida ishlaydi. Ishlayotgan pensioner pensiyasiga ta'sir qiladigan holatlar bo'lishi mumkin. Qayta hisoblash masalasi ham alohida tartibga bog'liq. Men bu yerda eng muhim narsani aytaman. Rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, siz haqingizdagi ma'lumotlar soliq va ijtimoiy tizimlarda ko'rinadi. Shuning uchun hech kim bilmaydi degan fikr noto'g'ri. Agar qo'shimcha staj, badallar yoki qayta hisoblash imkoniyati bo'lsa, uni tekshirtiring. Agar biror to'lov ishlash holatiga bog'liq bo'lsa, keyinchalik ortiqcha to'lov deb qaytarish talab qilinmasligi uchun oldindan aniqlashtiring. Endi kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, yaqinda hujjatlaringizni tekshirtirgan bo'lsangiz, ish stajingiz to'liq kiritilganiga ishonchingiz bo'lsa, pasport, bank kartasi va yashash manzilingiz ma'lumotlari o'zgarmagan bo'lsa, demak vahima qilishga asos yo'q. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men kamida yiliga bir marta pensiya miqdori, shaxsiy ma'lumotlar va bank rekvizitlarini tekshirtirishni foydali deb bilaman. Bu shifokorga profilaktika uchun borishga o'xshaydi. Og'riq bo'lmasdan oldin tekshirtirsangiz, katta muammoning oldini olasiz. Aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, pensioner aka har oy 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. U 30 yil ishlaganman deb hisoblaydi. Lekin pensiya bo'limidagi hisobda 24 yil ko'rsatilgan. Sababi 6 yillik ish davri arxivdan tasdiqlanmagan. Agar shu 6 yil tasdiqlansa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Har oy farq 1 ming so'm bo'lsa ham, bir yilda 20 million 200 ming so'm bo'ladi. Bu kichik pul emas, ayniqsa dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar oshib turgan paytda. Ikkinchi misol, bir opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi, lekin farzandining o'qishi kunduzgi ta'limda davom etayotganini vaqtida tasdiqlamagan. Natijada to'lov to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. Bunday vaziyatda o'quv joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar hujjat vaqtida topshirilsa, muammo bo'lmaydi. Agar kechiksa, keyin yurib, tushuntirib, qayta tiklatishga to'g'ri keladi. 3-misol, nogironligi bor pensionerning kartasi muddati tugagan, pensiya tushmagan, u esa meni ro'yxatdan chiqarishdi deb xavotirga tushgan. Bankka borganida yangi karta chiqarish kerakligi ma'lum bo'lgan. Yangi karta rekviziti tizimga to'g'ri bog'langandan keyin to'lov kelgan. Demak, har doim muammoning sababi pensiya bo'limida bo'lavermaydi. Ba'zan bank, hujjat, telefon raqami yoki shaxsiy ma'lumotdagi o'zgarish sabab bo'ladi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik sezmaydigan nozik jihatlar haqida gapiraman. Eng katta tuzoqlardan biri firibgarlardir. Pensionerlarga telefon qilib, pensiyangiz oshiriladi, qo'shimcha pul tushadi, kartangizni tasdiqlash kerak, SMS kodini ayting, plastik kartangiz raqamini bering deydigan odamlar bo'lishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, hech qachon SMS kodini, karta parolini, bank ilovasiga kirish kodini, pasportingiz rasmini noma'lum odamga yubormang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali SMS kod so'ramasligi kerak. Agar kimdir shunday so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. Birgina kodni aytsangiz, kartangizdagi pul yechib olinishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, hujjat keyin olib kelaman degan odat. Pensiya ishida har bir sana muhim bo'lishi mumkin.
Murojaat qilingan sana, hujjat topshirilgan sana, ariza ro'yxatdan o'tgan sana, qayta hisoblashga asos bo'lgan sana. Bularning barchasi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, ariza topshirsangiz, albatta ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi raqam yoki qabul qilinganligi haqida belgi oling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ertaga kelarsiz, keyin ko'ramiz, o'zi hal bo'ladi degan gaplar o'rniga yozma murojaat qiling. Yozma murojaat bo'lsa, javob ham rasmiy bo'ladi. Uchinchi jihat, familiya, ism, otasining ismi yoki tug'ilgan sanadagi farqlar. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayeva deb yozilgan, pasportda Abdullayeva bo'lishi mumkin. Yoki eski hujjatda tug'ilgan yil 1929, yangi hujjatda 1960 ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bitta harf yoki bitta raqam ham tizimda mos kelmaslikka olib keladi. Bunday vaziyatda hujjatlarni solishtirish zarur bo'lsa, FHDYO, arxiv yoki sud orqali faktni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bu odamni qo'rqitmasin. Bunday holatlar ko'p uchraydi va tartib bilan hal qilinadi. Muhimi muammoni yashirmaslik va vaqtida boshlash. 4-jihat, yashash manzil o'zgarganda pensiya ishi ko'chishi. Bir tumandan boshqa tumanga, bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chgan pensionerlar ba'zan pensiya to'lovi nega kechikkanini tushunmaydi. Sabab pensiya ishi yangi hududga o'tish jarayonida bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'chganingizdan keyin faqat mahalla yoki pasport ro'yxati bilan cheklanib qolmang. Pensiya bo'limiga ham xabar bering. Bank kartasi avvalgi joyda ochilgan bo'lsa ham to'lov davom etishi mumkin. Lekin shaxsiy ma'lumot va hududiy hisob to'g'ri bo'lishi kerak. 5-jihat, qo'shimcha imtiyozlar. Ayrim pensionerlar faqat asosiy pensiyani biladi. Lekin o'z holatiga qarab qo'shimcha yordam, kompensatsiya, kommunal to'lovlar bo'yicha yengillik, dori-darmon yoki parvarish bilan bog'liq yordam bo'lishi mumkinligini bilmaydi. Bu hamma uchun bir xil emas, albatta. Kimningdir nogironlik guruhi bor, kimdir yolg'iz yashaydi. Kimdir urush yoki mehnat faxriysi maqomiga ega. Kimdir alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj. Men bu yerda hammaga albatta qo'shimcha pul beriladi demayman. Chunki bu noto'g'ri bo'ladi. Lekin sizga hech narsa tegishli emas deb oldindan xulosa qilish ham noto'g'ri. Tekshirib ko'rish kerak. 6-nozik jihat, ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan odamga ma'lum sabab bilan ortiqcha pul to'lanib qolishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish to'xtagan, lekin ma'lumot vaqtida yangilanmagan yoki nogironlik muddati tugagan. Qayta ko'rikdan o'tish kechikkan. Keyinchalik tizim buni aniqlasa, ortiqcha to'lovni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga va ularning farzandlariga aytaman. Holatingiz o'zgarsa, darhol xabar bering. Bu sizni keyingi noqulaylikdan himoya qiladi. 7-jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi keksa insonlar o'zi bankka bora olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi orqali ish yuritadi. Bu mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilishi, muddati tugamagan bo'lishi, pensionerning roziligi aniq bo'lishi kerak. Afsuski, hayotda shunday vaziyatlar ham bo'ladiki. Pensioner pulining bir qismini o'zi ko'rmaydi. Qarindoshlari men olib qo'ydim, kerak joyga ishlatdim deydi. Men bu masalada juda ochiq aytaman. Pensiya pensionerning o'z puli. Uni kimdir ruxsatsiz ishlatishi mumkin emas. Agar pensioner o'z pulini ola olmayotgan bo'lsa, bank, mahalla, ijtimoiy xizmat yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishdan tortinmasin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Amalda nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizdagi asosiy hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, ish haqi haqida ma'lumotnomalar. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank kartasi rekvizitlari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlar bo'yicha kerakli ma'lumotnomalar alohida papkada tursin. Hujjatni yo'qotib qo'yish juda ko'p vaqtni oladi. Oddiy papka tutib, har bir qog'ozni joyiga solib qo'ysangiz, keyin muammo chiqqanda bir kunlik ishni bir soatda hal qilasiz. 2-qadam, pensiya miqdori qanday hisoblanganini so'rang. Hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga borib yoki mavjud elektron xizmatlar orqali o'z pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumot so'rashingiz mumkin. Savolni aniq bering. Mening umumiy ish stajim necha yil deb olingan, qaysi davrlar hisobga kiritilgan, qaysi ish haqi davri asos qilingan, menga qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash asosi bormi? Agar og'zaki javob tushunarsiz bo'lsa, olib berilmagan yozma ariza bering.
Yozma arizada pensiyamni hisoblashda inobatga olingan ish staji, ish haqi va qo'shimcha to'lovlar haqida ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 3-qadam mehnat stajingizni solishtiring. O'zingiz bilgan ish yillaringizni daftar yoki varaqaga yozib chiqing. Masalan, 1989dan 1994 gacha zavod, 1994dan 1992 gacha maktab, 1992dan 2002 gacha fermer xo'jaligi, 2002dan 2015 gacha xususiy korxona. Keyin pensiya bo'limida ko'rsatilgan staj bilan solishtiring. Agar farq bo'lsa, nega bu davr kiritilmagan deb so'rang. Balki hujjat yetishmayotgandir, balki arxiv tasdig'i kerakdir, balki korxona nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Farqni ko'rmasangiz, uni hech kim sizning o'rningizga avtomatik izlab yurmasligi mumkin. 4-qadam, arxivga murojaat qilishdan qo'rqmang. Eski korxona yopilgan bo'lsa ham uning hujjatlari davlat arxivida yoki huquqiy voris tashkilotida saqlanishi mumkin. Arxivga murojaatda ish joyi nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, eski familiyangiz bo'lsa, uni ham ko'rsating. Agar aniq sana esingizda bo'lmasa, taxminiy davrni yozing. Masalan, 1996 yildan 1991 yilgacha falon fabrikada tikuvchi bo'lib ishlaganman. Ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman deb yoziladi. Javob kelgach, uni pensiya bo'limiga topshiring va qabul qilinganini tasdiqlating. 5-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugashini ko'ring. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankka boring va yangilang. Pensiya tushadigan karta yo'qolsa yoki bloklansa, darhol bankka xabar bering. Yangi karta ochilganda pensiya to'lovi unga to'g'ri bog'langanini aniqlang. Agar pensiya odatdagi kunda tushmasa, birinchi kuni vahima qilmang, lekin 3-4 kun o'tsa, bankdan va pensiya jamg'armasidan sababini so'rang. Ko'taring degan javob bilan cheklanmang. Muammo qayerdaligini aniqlang. 6-qadam. Telefon qo'ng'iroqlariga ehtiyot bo'ling. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz oshadi, kartangizga pul tushiramiz, kodni ayting desa, darhol suhbatni to'xtating farzandlaringizga. Bankka yoki rasmiy tashkilotga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Hech qachon sizga qo'ng'iroq qilgan noma'lum odam bergan havolaga kirmang. Pensiya masalalari bo'yicha faqat rasmiy idora, rasmiy sayt. Rasmiy telefon yoki shaxsan borib murojaat qilish xavfsiz. 7-qadam. Holatingiz o'zgarsa xabar bering. Manzil o'zgarsa, pasport almashsa, familiya o'zgarsa, nogironlik guruhi o'zgarsa. O'qiyotgan farzand o'qishni tugatsa yoki o'qish shakli o'zgarsa, pensioner vafot etsa, bularning barchasi tegishli idoralarga vaqtida bildirilishi kerak. Bu nafaqat to'lov to'g'ri yurishi uchun, balki keyinchalik qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov muammosi chiqmasligi uchun ham muhim. 8-qadam. Yolg'iz harakat qila olmasangiz, ishonchli odamni jalb qiling. Katta yoshdagi insonlar ba'zan idoralarda qiynaladi. Navbatda charchaydi. Hujjat tili murakkab tuyuladi. Bunday paytda farzand, nabira, qo'shni yoki ijtimoiy xodim yordam berishi mumkin. Lekin yordam berayotgan odam halol va ishonchli bo'lishi kerak. Hujjatlaringizni kimga berayotganingizni biling. Bank kartangiz parolini hatto qarindoshingizga ham ehtiyotkorlik bilan topshiring. Yaxshisi har bir yechimni o'zingiz bilib turing. 9-qadam, ariza yozishni o'rganing. Ariza murakkab bo'lishi shart emas. Unda kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning ism, familiyangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, masalaning mazmuni va iltimosingiz bo'lishi kerak. Masalan, menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib, ish stajim va ish haqim to'liq inobatga olinmaganligi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Oxirida sana va imzo qo'yiladi. Arizani topshirganda nusxasiga qabul qilinganlik belgisi qo'ydirib oling yoki murojaat raqamini saqlang. 10-qadam. Javobdan norozi bo'lsangiz, keyingi bosqichga chiqing. Agar sizga bo'lmaydi deyishsa, nima uchun bo'lmasligini yozma tushuntirishni so'rang. Yozma javobda asos ko'rsatilishi kerak. Agar javob noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga, davlat xizmatlari markaziga, xalq qabulxonasiga yoki zarur bo'lsa, huquqiy maslahatga murojaat qilishingiz mumkin. Men har doim shuni aytaman, odob bilan, hujjat bilan, dalil bilan harakat qiling. Shunda natija olish imkoniyati ancha yuqori bo'ladi. Hurmatli pensionerlar, bugungi mavzuning eng asosiy mazmuni shuki, pensiya kelib turgani hamma narsa to'g'ri degani emas. Ish staji, arxiv ma'lumoti, bank kartasi, nogironlik hujjati, yashash manzili, o'qish ma'lumotnomasi, qo'shimcha imtiyozlar va firibgarlik xavfi bo'yicha har bir pensioner hushyor bo'lishi kerak.
Men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Men sizni oqlantiryapman. O'z huquqingizni bilsangiz, hujjatingizni tartibga solsangiz, savolni yozma bersangiz va shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmasangiz, o'zingizga tegishli pulni himoya qilasiz. Agar sizda pensiya kechikishi, kam hisoblanishi, staj kiritilmagani, karta muammosi yoki qo'shimcha to'lov bo'yicha tajriba bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensionerning cho'ntagiga, xotirjamligi va huquqiga bevosita tegishli.